Akalar, hozirroq like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib qo'yish unutmaysizlar. Shu shartlarda bajarib kelganlar uchun bitom shalkarimiz narxini chegirmadagi narxida, aksiyadagi narxida sizlar uchun qilib beramiz akalar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. 2025-yil 14-may holatiga ko'ra Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizdan yangilik partiya zavodskoy bitom shalkalarimiz kirib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navolar bilan tanishtirib tushuntirib o'tib ketamiz. Optim olib, sotishga olaman degan akalarimiz uchun telefon narxlari chiqarib beramiz. Donaga oladigan akalarimiz ham telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Aytganimdek, like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun narxini telefon narxlarida xabar beriladi. Xo'p, biz hozir xadovoy variantidan sotishga tayyor qilib qo'yganmiz. 180 hamda 200 lik variantini tanishtirib o'tib ketamiz. Bizda bundan kattaroq hamda kichikroq variantlari ham mavjud. Xo'p, 180 litrlimizdan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik akalarimiz ukam bitom shalka olyapmiz, nimasiga ahamiyat berishimiz kerak degan savolni juda ham ko'p berishadi. Shuning hisobiga biz birinchi o'rinda akalar listlariga e'tibor berasizlar. Listlari original konteynerda ishlov berilgan materialdan qilib ishlangan holatda bo'ladi. Hozir ko'pchilik bitom shalkalarimiz yo'qqa holatda bo'lyapti. Keyin tagidagi shesterna val qismlari plastmassali hamda chugulli shesternaga bo'linadi akalar. Agar sizlar plastmassali shesterna oladigan bo'lsangiz, оборот hisobiga, aylanish hisobiga titilib ketishi mumkin. Buni chugulli shesterna deyiladi akalar. 3-4 yil bemalol xizmatlarini qilaveradi. Ukam shunchalik bitom shalkalarni maqtayapsan, motori qanaqa chiqadi degan akalarimiz uchun motorlari akalar original, sifatli, juda ham mustahkam motorlardan qilib foydalanib qo'yilgan. Mana ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. Yashil knopkani bossanglar ishlaydi, qizilda bossanglar o'chish xususiyatiga ega, ko'rishingiz mumkin. Bu bitom shalkamiz xohlasanglar o'ng tomonga akalar, xohlasanglar chap tomonga bemalol ag'darib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Tagidagi qozoni akalar buniki almashadigan variantda bo'ladi. Ko'p bitom shalkalarimiz sploshniy holatda bo'ladi. U holat oladigan bo'lsalaring qozoni titilib yoki da boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, qozonini buni polni almashtirib tashlash kerak bo'ladi. Buni bolgika bilan bo'shatib turib bemalol chiqarib ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, to'liqroq ma'lumotini yoki da tushunmagan joylaringda pastga nomerlarga qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, optim narxida qilib beramiz, kelishtirib to'liqroq ma'lumotini beramiz. 180 litrimiz narxi $230. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Endi ukam bizga kattarog'idan bo'lsin degan akalarimiz uchun, xo'p, kattaroq varianti, listlari ham qalinroq, shesternalarning tishlari ham qalinroq holatda bo'lgan variant yetib kelgan. Xohlasanglar betonga, xohlasanglar rasforga ishlab chiqarishga ham bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi. Sovuqadigan yoki tomaydigan joyi bo'lmaydi. Ramalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari ham oldingi bitom shalkalarimizga nisbatan shirokiyroq qilib ishlanib kelgan akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Garantiyalari bilan beramiz. Mana ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. 200 ligimiz narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $250 chiqadi. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Upakovka holatda olaman degan akalarimiz uchun upakovka holatda agar mabodo voha yoki da boshqa joylarga dastavka qilinadigan bo'lsa, mana shu upakovka holatda berib olinadi. Mana ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin. Bu 200 litrli varianti. Bu tomonda mana 180 litrli variantlari ham mavjud. To'liqroq ma'lumotini telefon qilinglar, tushuntirib, tanishtirib yig'ilish jarayonlarini ham tashab beramiz. Mana shu holatda yig'ilinadi. Yarim ajragan holatda keladi bitom shalkalarimiz. Shunaqangi zavodskoy bitom shalka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, biz topish anchagan oson bo'ladi. Telefon qilib bog'lanib xarid qilaverasizlar bemalol. Dastavkalar bor.